Qizlar, sog'lom turmush tarziga birinchi qadamimiz, birinchi bo'lib qilayotgan ishimiz shitavitkamizni, oshqozon osti bezi, jigarimizni, buyrak usti, hamma mana shu gormonlarimizni tekshirib olamiz. Yana vitamin D, ferritinlarni, железamiz ko'pmi kamligini bilib, hammasini bilib olishimizga to'g'ri keladi. Уже birinchi gormonlarni topshirganlaringizdan keyin qag'laringizga nima problema borligini birdaniga уже bilasizlar. Gormonga уже chiqar ekan. Men problemam shitavetkamga ham bo'lgan ekan. Shitavetkan gormonlarni topshirganimga уже baland chiqqandan keyin уже UZI назначить qildi, keyin endokrinologga borishligim kerakligini bildim. Vitamin D ni topshirgan vaqtim vitamin D ham nижний granitsya bo'lganligi uchun uni ozgina ko'tarmoqchi bo'lib vitamin D ni qabul qila boshladim. Ferritinim ham pastligi uchun bu железа kamligi железani icha boshladim qizlar. Shunday qilib birinchi etap gormonlarni tekshirish ekan. Men sizlarga aytdim, nima gormonlarni tekshirish kerak. O'zi birdaniga chiqadi. Birdaniga уже ko'rasizlar ham, chunki analiz topshirgan vaqtlaringizga nижний granitsa qancha bo'ladi, yuqori granitsa, eng yuqori normada qancha bo'ladi. Agar samый нижний granitsa bo'lsa, уже ko'tarishga harakat qilishlaringiz kerak ekan. Qizlarjonlar, men bilganim mana shu. Mana shu уже dorilarni olib, ne dori emas bular, даже badlar, tabiiy o'simliklardan tayyorlangan nutriyentlar. Shularni qabul qilishni boshladim. O'zi железам kamligini oldindan ham bilardim. Lekin shu doktor 6 oy degan bilan ichmay ketardim har safar. Lekin bu safar mahkamaga oldim, как положено ichib, sog'lig'imni to'g'irlab olishimni xohladim. Chunki mana shu defitsitlarimiz borligi uchun ham biza semiramiz ekan. Hamma joyimiz norma bo'lsa, biz och qolib ketavermaymiz. Просто так och qolib ketavermaymiz. O'shani sizlarga aytdim. Hozir biza mana mehmonxonada biza juda ham ko'p har xil ovqat bo'lganligi bilan faqat oqsil va zelyoniy narsalarni yeyishga harakat qilaman. Yana har doimgiday dieta ovqatdan oldin albatta iliqroqgina shu suv, choylarni ichib olib, keyin salat, keyin ovqat. Hech qanaqa ming xil ovqat bo'lgan bilan hech narsa buzilib ketgani yo'q. Oqsil, zelyoniy narsalar ovqat oldidan o'sha suv, choylarimiz o'sha turishga qolyapti. Qizlar, ming xil mehmondorchilik, ovqatlar har xil bo'lgani bilan biz hech qanaqa diyetamizni buzmaymiz. Suv ichamiz, ketidan choy, kofe nima xohlasanglar. Keyin свежий овощlar, zelenmi, nima xohlasanglar, nima ko'ngillaringiz tortsa. Yoniga yana oqsil mahsulotlari. Oqsil mahsulotlar deganim tuxum, go'sht mahsulotlari, sir, mana shunaqa narsalar. Больше zelenni olsanglar, yana ham jigar tozalaydi. Yoshlar yo'q edi-da. Qizlar, sog'lom turmush tarziga birinchi qadamimiz, birinchi bo'lib qilayotgan ishimiz shitavitkamizni, oshqozon osti bezi, jigarimizni, buyrak usti, hamma mana shu gormonlarimizni tekshirib olamiz. Yana vitamin D, ferritinlarni, железamiz ko'pmi kamligini bilib, hammasini bilib olishimizga to'g'ri keladi. Уже birinchi gormonlarni topshirganlaringizdan keyin qag'laringizga nima problema borligini birdaniga уже bilasizlar. Gormonga уже chiqar ekan. Men problemam shitavetkamga ham bo'lgan ekan. Shitavetkan gormonlarni topshirganimga уже baland chiqqandan keyin уже UZI назначить qildi, keyin endokrinologga borishligim kerakligini bildim. Vitamin D ni topshirgan vaqtim vitamin D ham nижний granitsya bo'lganligi uchun uni ozgina ko'tarmoqchi bo'lib vitamin D ni qabul qila boshladim. Ferritinim ham pastligi uchun bu железа kamligi железani icha boshladim qizlar. Shunday qilib birinchi etap
gormonlarni tekshirish ekan. Men sizlarga aytdim, nima gormonlarni tekshirish kerak. O'zi birdaniya chiqadi. Birdaniya уже ko'rasizlar ham, chunki analiz topshirgan vaqtlaringizga nijniy granitsa qancha bo'ladi, yuqori granitsa, eng yuqori normada qancha bo'ladi. Agar samый nijniy granitsa bo'lsa, уже ko'tarishga harakat qilishlaringiz kerak ekan, qizlar jonlar. Men bilganim mana shu. Mana shu o'sha dorilarni olib, ne dori emas bular, даже badlar, tabiiy o'simliklardan tayyorlangan nutriyentlar. Shularni qabul qilishni boshladim. O'zi железом kamligini oldindan ham bilardim. Lekin shu doktor 6 oy degan bilan ichmay ketardim har safar. Lekin bu safar mahkamaga oldim, как положено ichib, sog'lig'imni to'g'rilab olishimni xohladim. Chunki men shu defitsitlarimiz borligi uchun ham biza semiramiz ekan. Hamma joyimiz normaga bo'lsa, biz och qolib ketavermaymiz. Просто так och qolib ketavermaymiz. O'shani sizlarga aytdim. Hozir biz mana mehmonxonada biz juda ham ko'p har xil ovqat bo'lganligi bilan faqat oqsil va zelyoniy narsalarni yeyishga harakat qilaman. Yana har doimgiday dieta ovqatdan oldin albatta iliqroqgina shu suv, choylarni ichib olib, keyin salat, keyin ovqat. Hech qanaqa ming xil ovqat bo'lgan bilan hech narsa buzilib ketgani yo'q. Oqsil, zelyoniy narsalar ovqat oldidan o'sha suv choylarimiz o'sha turishga qolyapti.